Bugun meni kinoga taklif qilishdilar. Yo'q, erim emas, videoni ko'ringlar, tushunib olasizlar. В общем, ertalabdan bitta kofe ichib, uylarni ozgina yig'ishtirdim, sizlarga videochalar oldim, get ready, makiyaj videolar. Endi sizlarga life hack aytaman. Agar kuningiz zo'r, yaxshi настроенияda o'tkazmoqchi bo'lsangiz, albatta ko'cha chiqishdan oldin muzika qo'yib, настроениyangizni ko'taring. Ishoninglar, bu 100% ishlaydi. Mana shunaqa krasotochka bo'lib, yaxshi настроенияda bismillah deb uydan chiqdim. Birinchi bo'lib erimni oldilariga keldim. Nima uchundir menga yomon qaradilar. Bu ko'zlarini qaranglar. Yuqori chiqib magazin aylandik. Aytgancha men qizlar bilan chiqqandim aylanishga. Qaysi qizlarni aytyapman? Bu faqatgina meni vнимательно kuzatib yurgan odamlar bilishadi. Keyin biz McDonald's kirdik. Hammamiz bitta burger, kartoshka va napitklar oldik. Maza qilib qorinni to'yg'azdik va kinoteatr taraf ketdik. 5 звезд Sholkovada biletlarimizni oldik. Kstati biz Avatarga kirishga qaror qildik. Kino 3 soatligini bilganimizda ko'proq snacklar olardik. No, biz bilmagandik. Shu uchun bitta chips olib, suv olib kinoga kirdik. To'g'risi menga kino yoqdi, lekin bundan oldingi qismlarni ko'rmagan ekanman. Обязательно ko'raman. Yerdan chiqib nima qildik? Albatta, baby nilushka aylanishga chiqqan payti magazin kosmetika kirmasi bo'lmaydi. Bu yerdonagina sochim uchun maska oldim va erimning ishxonalari taraf ketdik va erim bizani uyga olib keldilar. Uni qaranglar, havo juda ham zo'r. Albatta storieslarimga kirib turinglar. Keyin sinflarnikiga borib, qo'limga xina chizdirdim. Chunki erta indin уже Ramazon boshlanadi. Kim kutyapti shu kunni? Uyga kelib tezda salat qildim, ovqatlarni qizdirdim va hammamiz birga ujin qildik. Keyin yig'ishtirib, uxotlarimni qildim va bugungi kunim mana shunaqa o'tdi. И всем пока.